Gulnora Kamoliddinova, vaqtingiz bo'lsa ozgina savol javob qilib olsak, o'zimni qiziqtirgan bir ikkita savollarim bor edi. Mayli, sizlar uchun vaqt topaman. Yaqinda oyim umra safariga ketmoqchi edilar. Umra safariga yo'llanmalari hayz sikli vaqtlariga to'g'ri kelib qolyapti. O'shanga bir dugonalardan eshitgan ekanlar, aptekada dorilar bor ekan, o'sha hayz siklini to'xtatadigan. O'shalar haqida ma'lumot bersangiz. Mani fikrim bo'yicha bu noto'g'ri. Vaqtinchalik hayz qonini to'xtataman deb gormonlar faoliyatini, muvozanatini buzishadi va bundan keyingi asoratlar bilan aptekachilarga emas, baribir o'zimizga murojaat qilishadi. Tanlaga kulgili, lekin umriga ketayotgan juda ham ko'p ayollarimiz-chi, o'z boshimchalik bilan shu yerdan olishyapti. Hayz to'xtatadigan Rigilon, Rigividon, eski preparatlardan foydalanishyapti, borib kelishyapti. Undan keyin bo'tgan kровотечение u bizga ma'lum. Turistlarimizga ma'lum. Voy bekor ichibman, aptekachidan so'radim deb, endi menimcha aptekachilardan tavsiya berish vakolatini olib tashlangani ma'qul. Ayollarimizning salomatligini saqlash uchun. Vaqt kelib tiklash uchun 2-3 yillab vaqt ketyapti-da.